Assalomu alaykum vatandoshlarimiz. Mana navbatdagi hayitdek nihoyatda chiroyli darvozamizni o'z manziliga olib kelib qo'ydik. Bu darvozamizning manzillari Toshkent viloyati Chirchiq shahriga olib kelib ustoratga qilib berdik. Darvozamiz nihoyatda chiroyli tarzda o'rnadi. Zakazga binoan yasalgan. 2 qavatli variantda util qilingan. Ranglariga kelsak, ranglari mo'kar asfalt rangida bo'ldi. Nerjavin-kalagagacha qo'yib berilgan. Darvozamiz biriga bir o'xshatilgan. Xudo xolasa hech qanaqa aybi yo'q. Komplekt hamma nimaki narsa qilingan bo'lsa, hammasini bajarilgan. Qirg'og'ida 20 sm, tepasida 25 sm adnalchikalar bor. O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Bemalol aloqa va chiqishlari mumkin. Mana o'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin. Hamma yo'llar nihoyatda chiroyli. Chanellari hattoki 3 tadan chanellar qo'yib berilgan. Adnalchikalarga e'tibor berishlari mumkin. Adnalchikalar mana nihoyatda chiroyli ishlangan adnalchikalar. Mana tepasidan lazer gullarga e'tibor berilgan. Nihoyatda chiroyli. O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor.